Assalamu alaykum hurmatli haqiqatni izlanguvchilar. Bu qitimliq leksiyarimizga xush keldinglar. Salomatlik masalasi tufaylidan leksiyamiz 2 hafta uzilib qilib, planlarimizni vaqtida o'rinday olmay qoldik. Bu jarayonda ko'ngil bo'lib, ahvol so'ragan qarindoshlarimizga rahmatimizni aytamiz va shundaqla haftada 2 leksiya sunishimizni tavsiya qilgan qarindoshlarimizning bu qimmatli taklifini o'rinlashga tirishamiz. Biz sizlarning qo'llashinglarga har vaqt muhtoj va qimmatli fikr talablaringlarga har vaqt taqozomiz. Undaq bo'lsa vaqtni ching tutib, bugungi temamizni boshlab ketaylik. Oldingi leksiyalarimizda fan texnika, internet va sotsial medianing qorong'u yuzi, ya'ni shaytoniy aqllar tarafidan o'zlarining razil planlariga xizmat qildirayotgan yuzni qisqacha so'zlab o'tgan edik. Bugungi bu leksiyalarimizda yana bir yuzni, ya'ni bizga foydali bo'lgan taraflardan asosli qilib ikki tarafini qo'limizdan kelishicha yo'ritib beqishga tirishamiz. Biz burungi vaqtlarimizni eslab o'tsak, internet turmushimizga kirmasdan burun, ya'ni 20 necha yil burungi vaqtlarda bir narsa o'rganish uchun cho'qim biror maktabga yoki kurslarga boratdik va o'qituvchilar yoki shu kasbning egalaridan o'rganatdik. Buning uchun vaqt va iqtisoddan to'laydigan badalimiz xeyli ko'p edi. Shuningga rozi bo'lsakmi, yanala o'rgangili bo'ladigan turlar va kasblar cheklik bo'lib, o'rinning cheklimasiga xeyli uchraydik. Belgilik sharoit bo'lmay turib, o'zimizni taraqqiy qildirishdagi tanlashimiz bakli tor doirada edi. U vaqtlarda bilim, hunar va uchurlar e'tiborli bo'lib, o'rganganlar izlab so'rab yurib o'rganatdi. Internetdan burungi vaqtlar to'g'risida albatta yana nurg'un taraflarini misolga olalaydik. Bu yerda qolganini izlanguvchilarning aslab beqishiga qo'yib qo'ydik. Internetdan burungi uchur va bilimga erishishga bo'lgan sharoitlarni aslab o'tgandan keyin hamda bugungi nazar silish orqali birinchi foydali tarafidan boshlasak, bugun biz bilim va uchurlarga hozircha imtiyoz ayirmay erisha oladigan, yana kelib haqsiz degidek intayin tuvan bir iqtisod bilan uchursha oladigan bir vaqtliq bilim bilan uchur jihatdagi mo'lchilik va to'qchilik zamondan o'tib ketyapmiz. Bu yerdagi biz tilga olgan vaqtliq mo'lchilik va to'qchilik degan nuqtaga cho'qim diqqatinglarni astoydil berishinglarni umid qilamiz. Chunki bu mo'lchilik va to'qchilik ishki kundan kunga yepilishga qarab ketib bormoqda. Kelgusidagi sistema bo'lsa, insonlarning uchurlarga erishishi innovatlik darajasi bo'yicha darajaga ayrilib turib, erishadigan bir kelgusi kelyotidi. Bu mazmunni ozroq ochsak, biz uchurlarni maxfiy, muhim, qo'llanishchan, odatdagi va axlat uchur deb darajaga ayirsak, insonlar o'zlarining innovatlik darajasi bo'yicha bu uchurlarga erishish huquqiga ega bo'ladi. Kimning innovatlik darajasi yuqori bo'ladi desa, albatta sistemaga qancha yaxshi bo'ysunganlarning shuncha yuqori bo'ldi. Bularni qayerdan chiqardinglar deb so'rasanglar, shaytoniy aqllarning qurgan ma'rif sistemasidan tortib kapital sistemasigacha hammasining tagida az bir qism insonlarning, ya'ni o'zlarini piramidning ustida deb dunyoni va insoniyatni kontrol qilib qul qilishni o'ylashayotganlarning qanday qilib insonlarning ko'p qismini uxultish, qanday qilib ularni sistema uchun xizmat qildirish va ularni belgili bir saviyada tutishdan iborat bir suiqasd planlari bo'lganligi uchun ularga hamma kishilarning rohat erisha oladigan, erishgandan keyin savol qo'yishga boshlab suiqasd va planlarining oshkorlanib ketishi orqali o'zlarining putiga o'zi palto chapadigan ishlarning yuz berishini hargiz xohlamaydi. Shuning uchun bu uchur va bilimdagi to'qchilik bilan mo'lchiliklarning kontrol qilinishi va darajaga ayrilib turib, maxfiy, muhim uchurlarni o'zlari ishonganlarga ijozat berish orqali sheriklarini ko'paytirishni maqsad qilsa, keraksiz axlat foydalanish qiymati tuvan bo'lgan uchurlarni ko'p qism kishilarga haqsiz va shartsiz tarqatish orqali o'ziga va o'zlari qurgan sistemaga xizmat qildirish uchun hozirgi mo'lchilik va to'qchilikni oxirlashtiradigan planlar planlanadi. Biz yetarli sezgur bo'lsak, an'anaviy medialarning yo'qolib ketayotganligini ko'rish bilan birga gazet jurnallarmi digitallashib, an'anaviy matbuotlarning o'rnini digital matbuotlarning ilayotganligini va an'anaviy matbuotlarning qog'oz shaklidagi gazet jurnallarning yo'qolib ketayotganligini o'ylab boqaylik. Uzunga barmay qog'ozga oid matbuotlar, eng muhimi qog'oz kitoblarning o'rnini asosda digital kitoblarning olganligini ko'rishga boshlaymiz. Hatto hozir nurg'un kitob setish to'r bekatlarida elektronlik nusxasi va qog'oz nusxasi deb turib setilayotganligini ko'ramiz. Vaqti kelganda yer shar isib ketyotidi, daraxtlarni, o'rmonlarni asirmasak bo'lmaydi. Endi bularni kesib qog'oz yasashni to'xtatishimiz kerak. Texmo pokiz bir kelgusi uchun qog'oz buyumlarini ishlatishga qarshi turayli va digitallashishga odatlanayli degan shuarlar bilan qisqa vaqtda qog'ozdan digitallashishga o'tib ketamiz. Bu yuzlanishning orqasidagi qulayliklarni qo'yib turib, suiqasd tarafini tafakkur qilib baqsaq, kelgusida qog'oz kitoblar yo'q bo'ldi. Qog'oz kitoblarni uyda saqlaganlar qonunsiz deb jakarlanib, butun qog'oz kitoblar yo'qotilgandan keyin digital dunyoda
ya'ni internet dunyosida mayli burun biz o'rgangan tarixlar bo'lsin, mayli dinimizga oid nurg'un mazmunlar bo'lsin, hammasi o'zgartirilib o'zlarining ideologiyalari va o'zlarining qurashtirib chiqqan bir dinini ko'tarib chiqib, hamma haqiqatni shu uydirilgan din bilan yepib turib, yangi nasllar uchun eng chong fitnani planlayotgan va o'zlarining oxirgi planiga yetishiga tamoman zamin hozirlayotganligini ko'ra olamiz. Qiyomatning eng chong fitnasi Dajjal deb ta'riflagan ba'zi manbalarga asosan, agar Dajjal degan so'zning lug'at ma'nosini biz narsaning ustini yepish, yoshirish, bo'yash bo'lsa, digital sistemida yuqorida biz degandek qog'ozni yo'q qilib, haqiqatni yoshirishdek suiqasd planlarining Dajjal so'zining lug'at ma'nosi bilan o'xshash bo'lib qolishi va qiyomatning eng chong fitnasi deb 1400 necha yil burunla askartilishi bir tasodifiylikmi yoki qiziquvchilar bo'lsa, bu yip uchi bo'yicha izlanib baqsaq cho'qim hayron qolarliq uchurlar oldimizga chiqadi. Bu liniyadagi suiqasd planlarini mushunchalik yechib turayli. Digital sistemada bir savolning faqat bizni bilsa bo'ladi deydigan javobiga erisha olamiz. Farzandlarimiz haqiqatni izlash uchun izlash motoriga savollarni yozgan vaqtda shaytoniy aqllar tayyor qilib qo'ygan yolg'on uchurlarni, uydirilgan mazmunlarni haqiqatgan deb ishonib qilib, fitna to'lgan dunyoda bo'g'ilib yashaydigan bir dunyoning kelayotganligini, bugun yuz berayotgan parchalarni bir-birsiga ulash orqali bu xil yakun chiqarish qiyinga to'xtamaydi. Gapimizning bo'linib ketgan yeriga qaytib kelsak, uchur jihatdagi to'qchilik va mo'lchilik bo'layotgan ma'lum vaqtgacha osonla erisha oladigan mushu kunlarni cho'qim yaxshi qadrlab, o'zimiz va farzandlarimiz uchun kunda oz uxlab bo'lsa-mu, vaqtni va fursatni ching tutib to'xtamay o'qishimiz va o'rganishimiz kerak. Leksiyarimizning bugungi asosiy temasi bo'lgan fan texnika va internetning hozirgi foydali tarafining birisi dal biz deb o'tgan internet bo'lsa, uyimizda o'ltirib uchurlarga erishish erkinligimiz va uyg'onib ketish fursatimizning elimi mavjud bo'lganligida. İkinci paylık tarafını sözleştim burun, yüzeyki paylık taraflarını kıstırıp ötüp kessek, bugünkü günde öyde olturup dünyanın her qaysı jaylaridagi dağlıq üniversitelerinin uçuq dərslərə haqsız erişələyimiz. Hatta dərslərə qatnışıb imtahanlardan ötsək, diplom alalayımız. Turmuşumuzdaki çoğun kiçik həmmə işlərimizin hər xil bir tərəf qilish usullarını internetten asanla tepib, işlərimizni texmi önümlük hal qılalayımız. Bir yol başlash sistemasi bilanla dunyoning har qandaq yerlarigacha hech kimdan so'ramay berib sayohat qila olamiz. Biz o'ylaganliki narsalarni internet dunyosidan tepib chiqib, uningdan foydalana olamiz. Albatta, bundaq so'zlasak, foydali taraflarini so'zlab tugatib bo'la olmaymiz. Fan texnika va internetning turmushimizni qayerdan qayerga ilib ketayotganligiga hammamiz ichida yashab turib shohid bo'lyapmiz. Shunga yana qolgan nurg'un foydali taraflarini ko'pchilikning o'ylab tafakkur qilishiga qo'ydik. İkinci paylık tarafiga kelsak, fan texnika va internetning taraqqiy qilishiga ergishib, jo'g'rafiya taqdir deydigan hukm bugungi kunda susishib beryotidi. Burun insonlarning ko'p qismining taqdiri o'zi yashagan jo'g'rafiya bilan bog'lanib ketgan bo'ladi. Har yerning taraqqiyoti, ma'rif saviyasi, turmush sifati qatorliqlar jo'g'rafiyaga qarab osmon-zamin farqi bor edi. Favqulodda bir ehtimollik bilan u jo'g'rafiyadan chiqib taqdirida o'zgarish bo'lganlarning to'laydigan bedeli shuning uchuqliq bo'ladi va sonimi intayin oz bo'ladi. Hozir bo'lsa, internetga chiqish sharoiti bor bo'lgan yerda uchurlarga erishish osonlashdi. Sirtqi dunyoni ko'rish fursatiga ega bo'ldi. Eng muhimi, ma'rif va tarbiyalashni burunga qaraganda yuqori ko'tarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Coğrafiya taqdir degan bu hukmning hozirgi fan texnikini va internetni ishiltish orqali suslashtirishda g'alaba qozongan amaliy bir misolni ko'rib boqayli. Sugata Mitra bu zot Hindistonlik bo'lib, Angliya Newcastle Universiteti Ma'rif, Aloqa va Tilshunoslik institutining ma'rif texnikasi professori. Bu professor savod chiqarish va ma'rif jihati keng qo'llaniladigan tamdiki to'shuk turi orqali dunyoga tunilgan. 30 yillik tadqiqot doirasi nurg'un ilm-fan sohasini qoplaganligi uchun Mitra London Universiteti tarafidan ko'p bilimlik deb ta'riflangan. Tamdiki to'shuk turi 1999-yili tunji qitim bolalarning o'rganishini maqsad qilib sinaq sifatida yo'lga qo'yilgan. Tajriba boshlanganda Hindistonning Dehliga yaqin bo'lgan Kalkaji Namratlar rayonidagi bir maktab temiga to'shuk teshib kompyuter o'rinlashtirilgan. Ballar bu kompyuterni haqsiz ishlatadigan bo'lib, bu sinoqning maqsadi ballarning hech qanday rasmiy mashq qilmay turib, kompyuter orqali osonla o'rganadiganligini isbotlash bo'lgan. Professor Sugata buni o'zligidan o'rganish ma'rif programmasi deb atagan. Tamdiki to'shuk turi Hindistonning shahar atrofi rayonlaridagi 40 nechadan ko'p nurg'un joylarda ilib berilgan. 2004-yili Kambodjami bu turni sinoq qilib yo'l qo'ygan.
Tamdiki tüşük türünün məzmun dairəsi maarif, jiraqdan ko'rsatish, özligidən təşkillash sistemasi, ögünüş sistemasi, təbii fən və an qatarlıqlarını öz içine alğan. Bu misalda Namrat, maarif səviyyəsi tövən, maarif baylığı kəmçil bolğan rayonlarını asas qılğan və rayonlarının dünya bilan aloqa o'rnatishini az bir məbləğ bilanla əməlgə aşırıb, şu coğrafiyadakı, şu rayondakı balalarının təqdirini özgərtishga fursatdan birini sunğan. Qarab baxsaq, fən texnika bilan internet asaslı rol oynagan. Bu misalda diqqatni tortadigan yana bir nuqta professor Mitraning bu turni boshlagan vaqti bo'lib 1999 yili, ya'ni 20 yil burunla Hindiston ma'rifidagi tampongsizlikni fan texnika va internet orqali tamponlashtirishga tirishgan va bugungi kundagi bergan mevasini bu sonliq ma'lumot orqali ko'ra olamiz. Harvard Soda obzorchiligining tadqiqotiga qaraganda dunyodagi 500 kuchli shirkat boshqaruvchilarining %30% Hindistonliklar bo'lib, buning ichida Google, Microsoft va Mastercard qatorliq dunyoga dangli shirkatlarni o'z ichiga olgan. Hindiston yana buningdan boshqa hozirgi dunyodagi kompyuter programmerlari va kod yozuvchilarini eng ko'p eksport qilayotgan bir davlatga aylangan. Biz Hindistonning kelgusidagi digital sistemaga qanday hozirlik qilganligini bu oddiy son sifirlardan ko'rib olamiz. Bu misal orqali biz nurg'un darslarni chiqara olamiz. Sugata Mitradek bir shaxsning tirishchanligi bilan yuqori saviya va unvonlargacha o'zini tarbiyalab, shu o'rgangan bilimlari bilan bir fikrni o'tirg'i elib chiqish orqali qanday qilib o'z davlatini, o'z millatini dunyo raqobatida putlashib tura oladigan saviyaga kelishiga sabab bo'lganligini amaliy jonliq misol orqali ko'rdik. Xalqliq fikr bo'lsa, tamdiki to'shuk. Mushu yerda Victor Hugoning shu bir jumla hikmatli so'zi naq o'rin topganda qildi. Hech bir qo'shin naq vaqtida kelgan bir fikrdan kuchli bo'la olmaydi. Bir fikr bilan bir millat o'rindan dasturib ketishi mumkin. Biz bu vatansuvar professorning misoli orqali vatan sirtidagi har birimizning olgan bilimlarimiz, o'rgangan kasblarimiz va o'zimizni taraqqiy qildirishimizning vaqti kelganda o'z vatanimiz va millatimizga hal qilg'uch fikrlar bilan o'z burchimizni ado qilishimiz kerakligini eskartib turdi. Biz qo'limizdagi telefon orqali dunyodagi har qanday bir tashkilot, shaxs, prezidentlargacha bevosita aloqa qura olamiz. O'zimizni tanita olamiz, hatto qo'g'day olamiz. Buning misollari bek ko'p bo'lib, bir qancha yillarning yoqisi biz chet eldagi boshqa davlatlarda tahdidda qolgan qarindoshlarimizning sosial mediaga chiqib murojaat qilish orqali qutqizib olinganligini ko'rdik. Bir video orqali o'zimizning davosining 50 million qitimdan ko'p ko'rilganligiga shohid bo'ldik. Burun bo'lsa bir nopuzluq media bir shaxsga kamerani to'g'rilamagicha, mikrofonni tanlamagicha, gazetidan o'rin bermagicha ne ovozni altalaydi, ne dardini. Har birimizga bir taratqu manbasi, bir mazmun ishlab chiqaruvchi va bir media bo'ladigan fursatlarni bu fan texnika va internetning soyasida sunilgan bo'ldi. Shunga farzandlarimizni bu fursatlardan, bu texnikalardan, bu taraqqiyotlardan mahrum qo'ymasligimiz kerak. Düşmanın quroli bilan qurollan degan payg'ambarimizning hadisi bo'yicha biz bu shaytoniy aqllarning elib chiqqan o'zlarining suiqasdini amalga oshirish uchun mablag' silib taraqqiy qildirayotgan fan texnika va taraqqiyotlar bilan o'zimiz va farzandlarimizni qurollantirishni o'rganishimiz kerak. Düşmanning quroli bilan qurollangan jonliq misoldan birini sungan bo'ldik. Ya'ni tamdiki to'shuk fikrini o'tirg'i elib chiqqan professor Sugata Mitra misoli. Foydali taraflari to'g'riliq hammamizning o'zimizga xos tushunchalarimiz bor albatta. Biz yuqorqi ikki tarafni vakil qilib tafsilroq sungan bo'ldik. Qanimizning uslubi hammalar bilgan mazmunlarni emas, balki diqqat qilib bo'lolmagan, balki ko'rmay qolgan nuqtalarni va taraflarni iznib sunish orqali ko'pchilikni g'idiqlash va diqqatini tortish. To'g'ri yoki xato bo'lishiga har birimiz o'zimizning izlanishiga qarab bir yakun chiqarganimiz texnik mantiqli bo'ldi deb qaraymiz. Shunga biz leksiyalarimizda o'zimizning izlanishlarini ko'pchilikka sunib keldik. Biz yegan narsalarimiz bilan shuning kuchli jismoniy sog'lomlikqa ega bo'lganimizdek, o'qigan, ko'rgan va anglagan narsalarimizga kuchli bir ruhiy sog'lomlikqa va aqliy kuchga ega bo'lamiz. Shuning uchun o'zimizning mengisini nima bilan oziqlantirayotganligimizga intayin diqqat qilishimiz kerak. Oddiy bir o'qitish qilsak, pul bexillarning qo'liga tushsa, bexillarni texmo bexil qilib, sexining qo'liga tushsa, texmo sexi qilib etganga o'xshash, internetni pulga o'xshatsa xato bo'lmaydi. Ekranning oldidagi ko'rgan mazmunlarimiz yoki bizni yo'riqlikqa boshlaydi, yoki bizni qorong'ulikqa tiqitadi. O'zimiz va farzandlarimizni medianing ta'siriga uchragan emas, mediaga ta'sir qilgan qilib tarbiyalash uchun izlashimiz kerak. Tağda yo'lvas yo'q, maymun parcha bo'libdi degandek, biz internet dunyosini agar to'g'ri va ilg'or bo'lgan fikrlar bilan qo'llab turmasak,
cahil ve pas fikirler padişah bo'lib olib, biz ve farzandlarimizni müydütüp, bexutlashtirib, haqiqatdan jiroqlashtiradigan oqibat kelib chiqadi. Shuning uchun biz bu ojizona leksiyalarimiz bilan dushmanning quroli bilan qurollanib, ularga qarshi turishga tirishyapmiz. Oxirida dunyoga dangliq fizika olimi Stephen Hawkingning shu bir jumla so'zi bilan bugungi leksiyani oxirlashtiraylik. Sun'iy idrok insonlarning beshiga kelgan yoki eng yaxshi narsa yoki eng nachar narsa bo'lishi mumkin. Stephen Hawkingning bu bir jumla so'zi orqali bu dangliq fizika olimining fan texnikaning taraqqiyoti to'g'riliq aniq bir ta'riflama bera olmaganligidan inson faqat cheklik zehni va izninishi bilan kelgusini faraz qila oladiganligini, ammo eng to'g'risini yanala hammaga qodir Allohning bilganlik haqiqatini bilalaymiz. Bizning qo'limizdan keldig'ini kuchimizning yetishicha xayrga sabab qilish, qolgan natijani Allohdan kutish. Qimmatli vaqtini chiqarib oxirgacha ko'rgan qarindoshlarimizga rahmatimizni aytamiz. Agar leksiyalarimiz sizlarga foydali fikrlarni ilib keladigan bo'lsa, qonimizning taraqqiyoti uchun yaxshi ko'rish knopkasini bosib qo'yishni va tarqatib qo'yishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat bo'linglar.